Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Jamolov, qanchadan ishlayapsan? 2 yil bo'lyapti. 137 ta uchastkovoying bor-a? 102 ta. 102 ta. O'zi shtat bo'yicha 137 tami? 137 ta, 102 tasi mahallada ishlaydi, hurmatli prezident. Bitta mahallaga 2 tadan uchastkovoying. Xuddi shunday. Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarni ishlaringni bilmoqchiman-da. Bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkovoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan. Va ikkinchidan, qanday qilib rovudini boshliqlari prokuror bilan birga bir oyda bir marta uchastkovoylarni rahbarlantirish yoki javobgarlikka tortish bo'yicha tizim bor. Mana shu savolga javob ber. Har hafta dushanba kuni profilaktika inspektorlarini yig'ib, mahalla bo'yicha qilinayotgan natijalari, ularni qaynoqa mahallada salbiy holatlar bo'yicha ularga jazo chorasi hayfsan, qattiq hayfsan belgilaymiz. Prokuror bilan birgalikda o'rganib, tumanimiz hokimimiz birgalikda undan tashqari mahallani yettiligini har oyda bir marta aylanib chiqamiz, uchalamiz. Har bitta mahallaga borib, birma-bir yettilikda sizni birinchi sonli qaroringiz qanaqa ijrosi ta'minlanayotganligi, qanaqa mahallada sodir etilganligini so'rov natijasini qilib chiqamiz. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasan aytib, yettilik bilan nima ishing bor seni? Sen nima aloqang bor yettilikka? Sen uchastkovoying bilan shug'ullangin. Nimaga menga u cho'pchak gaplarni gapirasan? Endi ko'zimiz ochildi, bu xulosa qilib oldim o'zimga. Bilasanmi nimaga men senga bu savolni berdim? Sen pastga tushmaysan, movuning seni aldaydi, uchastkovoy aldaydi. O'zgaringlar sizlar. Agar sizlar o'zgarmasalaring vaziyat o'zgarmaydi. Bundaqa nachalnik rovudlar menga kerak emas. Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Bitta jinoyat ham u ham jinoyat. U ham yo'q bo'lish kerak mahallada.